Assalomu alaykum, hurmatli saxovatpesha insonlar, hurmatli yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz. Bugun yana mana Nasir akaning oldiga xabarlashgani keldik. Ilohim akamiz tuzalib ketsin. Ahvollari nasib inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Hozir bitta masala bo'lyapti. Akamiz, Sodiq akamiz hujjatlarini tayyorladi. Mana doktorlarimiz, hoji akalarimiz hammasi ruxsat beryapti. Termizga olib ketyapti. O'shaning uchun o'zlaringiz bilasizlar. Mana akamiz nasib inshaalloh tuzalib keting aka. Mana shu nasib bo'lsa. Endi o'zlaringiz bilasizlar, Termizga borgandan xarajati o'ziga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun yana biz mana shu ishimizni davom ettirishimiz uchun albatta ozmi ko'pmi mablag' kerak. O'shani harakatida bo'laylik. Imkon topsa bo'ladi inson. Harakat qilsa, xohish bo'lsa imkon topsa bo'ladi. Hammaga rahmat, nasib inshaalloh. Mana bu 150 ming so'm o'zlariga berib qo'yaman. Bizni qo'shnimiz doktor Oyim momomizni nomidan nasib bo'lsa harakatda bo'laylik, iltimos sizlardan. Mana skori mashinamiz ham tayyor. Joylar qilib qo'ydik. Nasib borib joylashadi endi akamiz. Hammaga rahmat. Ehson qilishni davom eting azizlar. Shofyor aka siz? Nasib esonangina olib borasiz endi Termizga akamizni. Rahmat.